Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xolosa bugun yurtdoshlar 2026-yil 5-may haftamizning seshanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani dehqon bozoridan yetib kelamiz. Bugungi videolarimizda xudo xolosa narx-navolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz yurtdoshlar. Sal kechroq qolib kelamiz. Odamlar ko'p vaqtini xudo xolosa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Arzonchilik bo'lsin yurtdoshlarimiz, ayamasdan like'larni bosib qo'yinglar. Bizlarni musofirdan ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz uchun esa valyuta kurslarini aytib o'tamiz. 100 aqsh dollarimiz yurtdoshlar tushgan 1.197.000 so'm bo'lib turibdi. Rossiya rublimiz 154.000 so'm, Qozog'iston tengamiz 25,5. Yevromiz yurtdoshlar 1.370.000 so'm bo'lib turibdi. Bir chetdan boshimiz sizlarsa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Shu pomidorlardan boshimiz. Yenge assalomu alaykum. Qarmang. Pomidorlar necha so'mdan? 20. Bular 20.000 so'mdan, to'g'rimi? Yine bular shu shoxoli varianti bo'ladi-ku. Yine ko'rib turgan bo'lsanglar shunday bo'ladi. 20.000 so'mdan ekan. Bu kilo bahasi aqrang. Yine bular ham shu 20.000 so'mdan. Yeshki 18.000 so'mdan ekan. Bolgarskiy necha so'mdan? 18.000 so'mdan ekan. Qaranglar. Yine Golubsiyaga ketadi. Bodringlar? 10.000 so'mdan ekan bodringlar yana. Bular ham kilo bahasi axir. Rediskalar? 5.000 so'mdan savdoningizni bersin. Xo'p, birinchidan ham bahosini bir chetdan bilib beramiz. Bu yoqda yog'lar ham bor ekan. Ağa qarmang, salomatmisiz? Charchamasdan? Yine. Bu yoqdan bu yoqqa kel ekan. Mayla. 110 beramiz Zalotozorlar 110.000 so'mdan 5 litrliki. Yine. Bu yoqda 3 litrlikmi bu? 2 mi? 2 litrliki. 43 ming so'm guygan taqdir. Yine. 43.000 so'm. Guygan aqrang. 1 litrliklar necha so'mdan? 22.000 so'mdan. Yine götürün masanla 22.000 so'mdan paxta yağan ba, şimşke yağan ba. Bu anda bürünçlerimiz. Nökes. Yine zorlar yine. Neçe so'm? 10.000 so'mdan. 10.000 so'mdan, 10.000 so'mdan. Bular 9 sıklar. Yine. Bular ham nökes. Bular? Elengele 13.000 so'm, lazer 15. Elengele 13'ten, lazerli 15'ten ekan yine. Bular elenge yine. Yine. Palava köpçülük şu elenge bilen lazerini yuberadi. İkisini adım zor bolup çıkardı yine. Lazerler 15.000 so'mdan. Endi çallarsa qaytib berasiz. 14 berasiz ko'p bırakırsan. Mesela 5-6 kilo bosam qaytib beriladi kan? 5-6 kilo bosam qaytib gelişib beriladi xudo xolasa. Savdoningiz bersin charchama. Xo'p, kartoshkalarimiz bu yoqda yana sari mag'za gap boshlab. Necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 8.000 so'mdan shular yana. Bular toza chiqqan, toza kechkilar. Yine ucu 7.000 so'mdan. yine mezi açıp versangiz ucunu etadi yine. Yine sarı mağız. Görüp duran bo'lsanglar. Mazası zo'r aqrang. Yine srednilar nechalariniz? 7.5-7'den beri. Bular 7.000 so'mdan beriladigan. Piyozaning? Piyoza 3 kilosu 10.000 so'm, paltaga 2.5 so'm. Aqning? Aqla 4.000. Aqla 4'ten. Geçirler? Geçir 3 kilosu 10.000. 3 kilosu 10.000 so'mdan ekan yine. Kelaverasizlar. Savdoningizni bersin. Charchamang deymiz. Ishida kechkilarning bahosini bilib beramiz. Yine. Bir yandan bor ekan yine. Birat pullarni sanaversin. Keyin bizga aytib beradi. Karamlar ham bor ekan menda. Assalomu alaykum. Harmonga charchamasdan. Necha so'mdan ekan bu? Kechga 8, 7.5 beramiz. 7,5 berasiz. Rossiyskilarning? Eski 7.000 so'm, 6.000 so'm. 7'den 6'dan. 7'si yeri, sen meydaraki 6.000 so'mdan ekan. Bu yanda piyazlar ham bor yine. Piyaz sen necha deysiz? Piyaz kiloga 3 kilo 10.000, qaltaga 2.000. 3 kilo 10.000, xaltaga 2.000 so'mdan ekan yine. 1.800 dan beramiz. Keremlarning? Kelam 3 kilosi 10.000 so'm. 3 kilosi 10.000 so'mdan. Keremlar. Bize devam etamiz dostlar. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Ishida mena pomidorlarni har xillaridan bor ekan yine. 17.000 so'mdan ang. Assalomu alaykum. Yine. Yerlari. 12.000 so'mdan. Bular lekin cherry mi? Hava, cherry pomidor. Yine. Dımmazali bo'ladi. Şireli gelir. Yine 12.000 so'mdan ekan yana qaranglar. Gap yo'q yana. Bu kilo bahasi aqrang. Hava. Agarda sal ko'proq olsalar, Gelişeveremiz, gelirsin köpünen, çok köpüz. yine gelishib qaytib beriladi yine. Bu yoqda ko'p turgan bo'lsanglar ham ko'p. Rozilar necha so'm? Rozuyla 10.000 so'm. 10.000 so'mdan ekan rozilar. Chesoklar Çizdik 30.000. 30.000 so'mdan ekan. Bular ham aytganday
12 ming so'mdan. Badrlanang. 32 bulan. Parnik emas, 10 ming so'm. 30'niki 10 ming so'mdan. Parnik emas. Istanchilarniki bugün aldık. Dekanchilik. Yine. 10 mingdan. Gap yo'q. Zo'r ekan badrlar, qaranglar. 10 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Endi baho o'zgarib turibdi. Arzonlasa arzon beraveramiz. Gap yo'q. Savdoningizni bersin, charchamangiz. Bizlar dashi davom etamiz yurtdoshlar. Shuda meva chaylarning bahosini bilib beramiz endi. Nashotlar bor ekan. Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan? 18 ming so'mdan ekan. Kiloga qarang. Mandarinlarning. Mandarin 23. Mandarinlar 23 ming so'mdan. Olmalar Alma 18, 15. 18, 15. Bular 15, 18 ga o'xshaydi. 18 lar. Limonlar Limonlar 45, 65. 45, 65. Bir deyli gilas qarang. Gilas chazam? 5 ming so'm kilosi. Kiloga 45 ming so'm savdoningizni bersin. Davom etamiz. Bananlar ko'p ekan Medina. Bananlar necha so'mdan ekan? Egasi yo'qmi ya? 24 mi? 24 ming so'mdan ekan, qaranglar. Bananlar. Hop. Bir yandan meyveler yine. Naşvatalar. Necha so'mdan ekan yenge? Assalomu alaykum. 18 mi 8 mi? 18 sen. Naşvatalar 18 ming so'mdan ekan. Gel. Hop. Daşı davom etamiz. Kuzatib boraverasizlar. Shu nadeyin ko'rib o'tirgan yurtdoshlaringiz bo'lsa, ko'rib o'tirib, mana sразу bektab albatta kommentariy yozib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa o'qib qo'yaman. Ko'p bo'ldi, dehqon bozoriga kelmadik. Shundan bergi tarafali uncha bo'lib turgani yo'q. Hamma ishida bo'lib turibdi, xudo xolasa yana. Bu yandan pomidorlar. Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan? 18 dan pomidorlar. 18 ming so'mdan. Ha, tutgan 18 dan. Bu yanda roziya ham bor, shoxolisi ham bor, sal mayda raqam bor yana. İnşallah mazal yine. 18 ming so'mdan. Arzan yer nerede var? Şuna ver. Arzan pulunuz bo'lsa hamması arzan ağa. Yine. Arzan yer. Badrinlar? 10 ming so'm. Badrinlar 10 ming so'mdan ekan do'stlar. Götüran bo'lsanglar yine. Gap yo'q, bedene bir ishlar ham bor ekan. Lazercha so'm ekan qa? Assalomu alaykum. 14 ming so'mdan. Yine. 14 dan birotta arzon ekan ya do'stlar. Bular? Kalanga 11 ming so'm. Elanga 11. 9 ming so'mlik 8 ming, 7,5 ming. Yine. Bazı kilo bahasını ettiniz zaten. Mesela bir 5-6 kilo 10 kilo olsa Gelişip tarafımız var. ondan hem gelişik katıp verirlerdi yine. Gel arasında savdanızı versin serçamangemіз. Bir yan tarafta kulüp naylar var eken yine yurttaşlar. Assalamu alaykum. Neçe sondan eken kulüp naylarınız? 18 mi? Yok. 50 ming so'm, 45 ming so'm. Bu Ha. qadar 45 bular 50 ming so'm. Bir an 18 sabat duradınız ha? Bir yaşlı 50 mi? 18 senize ezatip bir kulüp nayımız mı hep duradım yine. Katmayacak ha? 50 ming so'mdan lekin bu iri sort ahirang ya bular zarrak mı? Var zarrak. Bular 40'lıkı. 40'lık. Yan 50'lik. Ya 50'lik yine. Gilassan kaçasan? Gilassa 50 ming so'mdan ekan yine. Deb turam bo'lsalar. Gap yo'q, gilassan sortlari bor ahirang. Pomidorlar neda? Pomidorlar 18, 20. 18, arg'i 20 o'xshaydi. 20, 18, 18. 18. Savdoningizni bersin, charchaman. Yine bir de almalar bor ekan shu bratda. Almalar necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 15, 16. 15, 16. Sal 20 desa ekan. 20 de la. Semerenki necha so'mdan? 17 ming so'm. 17 ming so'mdan. Yine dostlar 17 ming so'mdan ekan bu yanda ile. Mandarinlarning? Mandalina 25. Kepelek diyen kıyım. Kepelek. Yine. Kepeleki bu özünde. Gel arasına. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz. Ishidan meni gilaslar ko'p. Bo'ldi, tushiraman ağa. 20 ming bergi 15 ming. 20 ming, 15 ming. Bu kiloga emas lekin bu durishang. To'g'rimi? Qarma. Otomobildan berdik. Yine. Akaytisi. Arkagami? Bo'ldi, arkama aytaman. Shunda 20 ming so'm, bergila 15 ming so'mdan shu pakovkada turganlar. Hava. Bu pakovka ikkisi bir lekin bu yeri o'xshaydi. Hammasi bir. Hammasi bir. Gilasancha? Kiloga 50 ming. Kiloga 50 ming so'mdan ekan gilaslar. Buni necha beramiz kiloga? Assalomu alaykum. Ata yaxshimisiz, salomatmisiz, charchamasiz? Kiloga 50 ming.
Bular ham 50 ming so'm. Davet tutma sen telefonda göremiz mi zaten? He, özüm hem gördünüz yine hayatta. Sen hem göremem mi? Aman Ben yine. de. Yine özünüz hem görəsiniz yine videolarda. Atam xaracata gelən yine. Kultmaya. Bananlança son? Banan optima 23, kiloğa 25. Kiloğa 25, optima 23. Bir an tərəfdə köprak giyən eken, sulanan bir xatar düşürüb bərəmən sizlərə görüb bizətib para verəsələr, iyi toyçılar gəlsənglər, optim baxalada meyvə çevələrini ta işədən xərik qılsanlar buladı. Yine. Uçub getədi bu nəsələ yine. Bular Quccamədi. Quccamədi bular. Yeşke 40'dan mı? Kilo qanchadan? 45'ten. Bular optimancha bo'ldi qilibmalar. 42 ming so'mdan optima ekan yana qaranglar. Gilaslarımızdan geldi. Traktörümler. Gilasni shu ko'pchilik ne deb turibdi ya. İçi dedi, arg'inilari ko'p dedi. Buxaraniki var. Hmm. Ular egizek oladı 33 ming. 33 ming. Egizek oladı 40 ming. Yine. Bular egizaklang. Ne olar? Buxoroniki 33 ming. 33 ming so'mdan ekan yana qaranglar. Gap yo'q kelaverasizlar, gilaslar ko'p yana. Do'stlar, endilikda bu yon tarafga o'tdik, betonki taraf ham o'tamiz. O'shada baholanamiz sizlarga aniqlab beramiz yana. G'ujjalari qaranglar, turishi 15 ming so'mdan ekan shu upakovkada. Kilo 50 dan bo'ladi shunda. Yine bana salıp ver kızım. Yine. Şu kulupnayını özünü dım köp sortlarından bak. Qaranglar. Kulupnay maqul? Isabella sortu. Isabella. Malina satıyor. Malinaga satılan qaranglar, dım xo'shroq ekan. Yine. Alar aldım qo'yib bilmadim buni, qaranglar. Bu yandan bak. Tutlar ham gap boshladi. Tut qancha so'm? 20 ming. 20 ming so'mdan tutlar. Yine. Resile gelme. Kendi hiyelerim şunu demek. Teğnem görün. Elbette görüş gerek teğnem yine. Gap yok yine gelaverasizlar. Endilikda betonki tarafı o'tamiz. Bu yon tarafda yurtdoshlar zelellar ham bor ekan. Zelellardan bir qator bahosini bilib beramiz. Senga xormang, salomatmisiz? Charchamasdan. Bular bog'lari necha so'mdan? 1000 so'mdan bog'lari. Bog'lari 1000 so'mdan, bog'lar ham bereketli yurib turan bo'lsanglar. Chisnuqlaring. Çizlik 10 ming so'm, 5'si bor ichida. 5 tanasi bor, 10 ming so'mdan. Rediskalar? Ruskalar 5 ming so'm paketi. Ish paketi 5 ming so'mmi? Va. 5 ming so'm shu. 1 kilosi 5 ming so'm yine. Bir to'da kiradi ekan mana meni qaranglar. Gap yo'q. Bu yandan ukrop petrushkalar. Bulancha so'mdan? 3 bog'i 5 ming so'mdan. Bularni 3 bog'i 5 ming so'mdan ekan. Savdoningiz bo'lsin. Badrlancha so'mdan yenge? Badriyla 8 ming so'mdan. 8 ming so'mdan. Pomidorlar? Miyesni. Pomidorlar 18. 18 ming so'mdan pomidorlar. Bananlarning? Bananlar 25'ten. 25'te. Yine bananlar. Yurt turan bo'lsanglar. Bular nerniki? Ekvador. Yine do'stlar, ko'pchilik Xitoyni oladi, bular Ekvador. Xitoyniklarni ko'pchilik mazza bo'lmaydi, bular Ekvador yana. Qaramidang alabalada. Pomidor nechi kaga pomidor? Pomidorun yeşil sortu geldi, seralar yine. Vişi sortu, he? Yine. Yine. Qaranglar yine. Gap yo'q. Shunda geldi svejini. sveji. Men svejiligi rasm bilib turibdingmi? Bağınaki, ulu bağlı çisnokini. Ullu bog'ni chesnoku. Gap yo'q. Necha so'm? Xudo xolasa 20 ming so'm kiloga, xaltaga bo'lsa yana 16 ming so'm. 16 ming so'mdan xaltaga yana qaranglar. 10 kilo. 10 kilo sanglar optim. 16 ming. 4 ming so'm sразу skidki. Bu chesnok duraveradi-ku, to'g'rimi? Hech gap bo'lmaydi. Toza chiqqansiz. Bidon chesnok. Mana shu xalonikda saqlayveradilar. Qanday taqsaqlar bidon bor. Yana pomidorlar Pomidorlar 18 ming so'm, qarabga 17 ming so'm. Bular? Rozuylar 19 yoshga kiloga 20. 20. Yine. Bu yandan bor. Badrilar xaltaga 9, kiloga 10. Chiloga 10 ming so'mdan ekan, qaranglar. Yine kelaverasizlar. Birinchi sorti, ya ikkinchi sort, uchinchi sort 4 minglik badr emas endi. Yine. Svejini. Hozir lekin 1900 dan ham chiqib ketdi badrlar. Gap yo'q. Ular tarazda uradonlar. Yo'q, nalada? Ya chaqirish shu. Do'konlardan chiqib ketdi. Har xil gaplar bo'lib ketdi. Bozorchilar dedi, yondan olib turibdilar ekan dedi. Yana. Lekin haqiqiy do'konni badringini. albatta, lekin yurtdoshlar shunda aytib o'tamiz ma'lumot uchun, baribir hamma do'konlar bozordan oladi, to'g'rimi?
hamma xarajatni bozordan ishlaydi. Eng yaxshi narsalar baribir bozorga keladi. Svej, gündeysi günde. Gap yo'q shunda. Optim baholarda xarid qilsanglar bo'ladi. Savdoningizni bersanlar charchaman. Biz darsni davom etamiz. Shudan Badrim bor ekan. Qancha so'mdan bo'lar? 15 so'm. Ko'proq bo'lsa 8 beraman. Ko'proq qilsang 5 kilosa ko'p bo'ladimi? 12 dehqonchilik. Ina. Xotiniga qarang. Gap yo'q. Ina. Xotin bir xil iydi narsa yo'q. Bular O'zbekistonnikimi? Yo'q, Leningrad. Leningrad 50 kaloniki. Gap yo'q ina. Gap yo'q kelaverasizlar. Yangi oy brat. Bekan kunda shuda harman. Yashinchi? Yashin 3000 so'mdan. 4 kilo optim bahası. Kaç kilo? 6000 so'mdan ekan yurtdoshlar. Gap yo'q kelaverasizlar. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Oxirigacha ko'rgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, oxiridan ko'rdim deb kommentariy yozib qo'yinglar.